Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Xo'p, mana biz o'sha birgalikda noldan qilib chiqqan mehmonxonamiz podvali bilan 4 etaj. Biz buni birgalikda noldan qurib chiqdik va oxiri расчет qildik va o'tgan ikkita darsimda shu binoyimizni fundament расчетini, armaturalarini ko'rinishini, o'qilishini o'rgatgandim. Qisqacha takrorlab ketaman. Xo'p. Mana bizni binoyimizni ko'rinishi, 3D ko'rinishi. Biz bu binoyimizni fundament qismini ko'rib chiqamiz. Demak, arxitektordan planni oldik va binoyimizni mana liraga o'tkazib, расчет qildik. Xo'p, endi fundament qismi. Bu fundament qismini hozir o'zini oladigan bo'lsak, fragmentatsiya qilamiz. Mana fundament qismi ko'rib turganingizdek, mana endi 2,5, qayerdadir 3,11, mana qayerdadir 8,6, eng qizil taraflari mana 10 deb ko'rsatyapti. Hozir bu raqamlar bo'yicha demak armaturani tanlashimizni ko'rsatib o'taman. Xo'p, demak biz mana fundamentimizda x, y va y ni pasi, x ni pasi mana 4 qator qilib armatura demak qo'yganmiz. Mana bu qismlari mana e'tibor bersangiz qizarib turibdi. 10 eng qizargan nuqtalari. Endi bu armaturalarimiz mana bunday shaklda turibdi. Demak x, y ni pasi, y ni pasi. Mana x, y ni pasi, x ni pasi. Demak shu 4 ta armaturamizni mana raqamlarga qarab nechilik qo'yishligimizni demak hozir topamiz. Mana eng qizargan paytlariga e'tibor bersanglar, biz o'sha fundament, o'sha kolonna qismlarimiz qizargan payt joylari eng katta raqam, ko'proq armatura so'rayapti. Endi bu mana misol uchun 2,5 turgani eng ko'pi degani mana 0 dan 2,52 gacha bo'lgan raqamlarga 8 li armatura qo'ysam bo'laveradi deyapti. 2,52 gachalari. Bu 2,5 ekan. Endi mana sariqlari 266, 272 bo'lsa, demak 393 gacha 10 li armaturadan qo'yasan deyapti har 20 santimetrga. Mana x, y bo'yicha ham shunday mana. Asosan qizillar o'sha bizni fundamentimizni taylariga qizil deyapti. Eng kattasidan mana 16 li armaturadan qo'yasan deyapti. 10 gacha eng kattasi 16 li joyidan qo'yasan deyapti. Endi biz xuddi shu fundament qismlariga qo'shimcha mana bunday armaturalarni ham qo'yib chiqqanmiz. Demak, mana bunday shaklda ko'rinayotgan bo'lsa agar do'stlar, mana har bitta o'sha fundamentning eng ko'p armatura so'ragan joylariga mana bunday shaklda qo'yib chiqamiz. 3D ko'rinishi endi. Xo'p. Mana shunday usilit qilib bo'lganimizdan keyin endi demak biz bu расчетimizda fundamentimizga qo'rqmasdan demak mana sariqda turgan, ya'ni 12 li armatura o'rtachasini olib, demak mana bu qizil joylarini biz to'ldirdik. Shuning uchun biz buni o'rtacha 12 li armaturada bu fundamentimizga qo'rqmasdan qilsak bo'laveradi. Xo'p, demak mana shu ko'rib turgan hamma armaturalarni 12 li armaturaga bog'lab chiqqanmiz. Har 20 santimetrga o'sha simdan bog'lab chiqilgan. Xo'p, demak fundamentimizni demak yana qaytaraman. Fundamentimiz barcha armaturalari o'rtacha mana bu bizning o'rtacha 12 li armaturadan qildik. Xo'p do'stlar, mana bu yerni usilit qildik va hammasiga mana bizda ko'rsatayotgan 12 li armaturadan qo'ydik. Mana demak yana bir marta qaytaryapman. 2,52 gacha
8li armatura qo'ysang bo'laveradi deyapti. 393 gacha 10 li qo'yasan deyapti. Demak mana bu yerda 624 mana har xili bor mana. Lekin juda ko'p qismi biz mana shu qizarib turgan joylariga ko'proq usilit qildik, 3D da ko'rsatganimdek va mana 12 li armatura tanladik. Bu o'rtacha olganda 566 gacha 12 li armatura qo'ysang bo'laveradi deyapti. Chunki 566 mana 61 mayoda bor. Biz bu yerlarni usilit qildik. Shuning uchun biz o'rtacha 12 li armaturadan qo'ydik. Xo'p, do'stlar, bo'lmasam like bosib poddeshka qilib yuboramiz va tez kunlarda xuddi shu binoyimizni kolonnasini armaturalarini ko'rib chiqamiz.